Rossiyada migrantlar tanqisligi Putin ishchi kuchiga muhtoj. So'nggi yillarda Rossiyada ishchi kuchi tanqisligi keskin ortib bormoqda. Aholi sonining kamayishi, yoshlarning Yevropaga ketishi va iqtisodiy bosimlar tufayli mamlakat sanoati, qurilish va xizmat ko'rsatish sohalarida millionlab ishchi yetishmayapti. Rossiya hukumati bu muammoni hal etish uchun Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondan kelayotgan migrantlarga tobora ko'proq tayanmoqda. Putinning o'zi ham yaqinda migrantlar Rossiya iqtisodiyotining ajralmas qismi ekanini ta'kidlab, ularning huquqlarini himoya qilish zarurligini aytdi. Shu bilan birga, ruxsatnomalarni soddalashtirish, yashash va ishlash uchun yangi qonun loyihalari ishlab chiqilmoqda. Ammo ayrim siyosatchilar bu jarayonni tanqid qilmoqda. Ular migrantlar oqimi ichki bozorni bosib ketishidan xavotirda. Shunga qaramay, mutaxassislar fikricha, migrantlarsiz Rossiya iqtisodiy o'sishini saqlab qola olmaydi.